Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqayam ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakli 5. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Yaxshi. Sog' bo'l og'ayni. Yaxshi. Salomat bo'l oshna. Voy bu, nimalar qilyapsan? Butun xonani pufakchalarga to'ldirib yuboribsan-ku. Ha, maktabimiz yonidagi do'konda sotyapti ekan. Qiziqib sotib oldim. Yaxshi. Bas qilsang-chi burnimning tagida puflashni. Qara, pufakchalar xuddi globusga o'xshaydi, ha? Sen aytganding-ku, yulduz va sayyoralar ham fazoda shunaqa uchib yuradi deb. Uchib emas, suzib yuradi deganman. Suzib? Suzib yurarmish. Buni qarang, quyosh o'zi olovdan, lekin suzib yurarmish. Ha, chindan ham suzib yuradi. Hazillashmasang-chi. Axir quyosh olovdan bo'lsa, qanday qilib suzib yuradi? Suvda suzadigan bo'lsa, o'chib qolmaydimi u? Suzadi deganda suvni nazarda tutmadim. Xullas, senga boshqatdan tushuntirmasam bo'lmaydi shekilli. Avvalo quyoshdan boshlasak. U qayerdan kelib qolgan? Sen uni ulkan portlashning qoldiqlaridan paydo bo'lgan degansan. To'g'ri. Qachondir bundan bir necha yillar muqaddam, o'ta qadim zamonlarda ulkan osmon jismi, xullas kattaligi biz insonlar tasavvur ham qila olmaydigan yulduzning portlashidan butun koinotdagi yulduz va sayyoralar paydo bo'lgan. Shuni yanada soddaroq qilib tushuntirib ber. Yulduzlar va sayyoralarning paydo bo'lishiga ham gravitatsiya, ya'ni tortishish kuchi sabab bo'lgan. Portlashdan keyin qaysi osmon jismining gravitatsiyasi kuchli bo'lsa, u atrofdagi boshqa osmon jismlarini o'ziga xuddi magnitdek tortib, bahaybatlashib boravergan. Shunday qilib fazoda turli xil kattalikdagi ulkan yulduzlar va sayyoralar asta-sekin paydo bo'lgan. Ana o'sha yulduzlar orasida bizning Quyosh sistemamizning yulduzi bo'lgan Quyosh ham paydo bo'lgan. Quyosh sistemasi deganda sayyoralar, ularning yo'ldoshlari, asteroidlar, meteoritlar, turli osmon jismlari va fazoviy changlar jami tushuniladi. Ularning barchasi Quyoshning tortishish kuchi natijasida Quyosh sistemasida mujassamlashgan. Quyoshga eng yaqin sayyorasi bu Merkuriydir. Hoy, kuyasan. Oxirgacha eshitsang-chi. Shunday qilib Merkuriy Quyoshga eng yaqin sayyora bo'lgani bilan uning faqat Quyoshga qaragan tarafigina kunduzlari issiq bo'ladi. Kechasi esa Quyoshga teskari bo'lgan tarafi sovib ketadi. Chunki unda atmosfera yo'q. Bu Venera. U Yerga juda yaqin joylashgan. Uni kechasi osmonda ko'rish mumkin. Nahotki? Ha, osmonda doim bizga ko'rinadigan eng yorug' yulduz mana shu Venera bo'ladi. Venerani mashhur olim Mixail Lomonosov kashf etgan. O'shanda Venera Quyosh sathidan o'tayotgan bo'lgan. Bu juda kam uchraydigan hodisa.
Lomonosov mana shu hodisaga guvoh bo'lib, Venera sayyorasi borligini bilib qolgan. Quyosh tizimidagi 3-sayyora Yer. Bu haqida ortiqcha gap so'zga hojat yo'q. O'zing yaxshi bilasan. Bo'lmasam-chi? Axir biz o'zimiz Yerda yashaymiz. Mars, 4-sayyora. Qachonlardir u yerda hayot bo'lgan. Hozir esa kuchli bo'ronlardan boshqa hech vaqo yo'q desa ham bo'laveradi. Atmosfera esa juda kam. Unda hayot qanday qilib yo'q bo'lib ketgan? Marsda uni Quyoshning zararli shamollaridan himoya qiladigan magnit maydoni deyarli bo'lmagan. Shuning uchun Quyoshdan keladigan zarralar Mars atmosferasini asta-sekin buzib yuborgan va Mars yashash uchun yaroqsiz sayyoraga aylangan. Keyingisi gazdan iborat. Quyosh tizimidagi eng ulkan sayyora Yupiter. Gazdan iborat? Ha, gazdan iborat. Uning gravitatsiyasi juda kuchli. Shuning uchun u Quyosh tomonga harakatlanib ketayotgan osmon jismlarini o'ziga tortib oladi. U shu qadar ulkanki, Quyosh tizimidagi barcha sayyoralar, asteroid va meteoritlar, hatto fazo changlarini bir joyga yig'sa ham Yupiter bilan barobar bo'la olmaydi. Bu qaysi sayyora? Bu Saturn. U o'zining chiroyli halqalari bilan juda mashhur. Ha, juda ham chiroyli ekan. Saturnni birinchi bo'lib Galileo Galiley kashf etgan. Ammo o'sha paytdagi teleskoplar hozirgichalik rivojlanmaganligi uchun Galiley ko'rgan narsasi sayyorami yoki yo'qmi, aniq bir to'xtamga kela olmay bu haqida hech narsa e'lon qildirmagan. Rangi chiroyli ekan. Bu qaysi sayyora? Bu Neptun. Neptun va undan keyingi sayyora Uran, muz gigantlari deyiladi. Bunday deyishlarining sababi ulardagi moddalarning hammasi muz hosil qiladigan moddalardir. Shuning uchun ham Neptun va Uran ulkan muz sayyoralari laqabini olishgan. Afsuski, ularda ham yashash uchun hech qanday sharoiti yo'q. Bu sayyoralarga tushib qolgan inson bir zumda muzdek qotib, tarasha bo'lib qoladi. Bo'ldimi? Boshqa sayyoralar yo'qmi? Sayyora deb tan olinganlari faqat shular. Bir vaqtlar Sirius va Pluton nomli sayyoralar ham bo'lgan. Lekin keyinchalik ularning hajmi kichikligi sababli sayyoralar safidan chiqarib yuborilgan. Demak, o'zimizning Yer sayyoramizdan boshqa yashashga yaroqliroq joy yo'q ekanda? Ha, Bobur. Yer bizning jonajon uyimiz. Shuning uchun ham Yerni asrab avaylashimiz kerak. Uning tabiatini, havosini ifloslantirmasligimiz zarur. Suvga axlat tashlash, daraxtlarni kesish, xas-xashaklarni to'g'ri kelgan joyga yoqib ketaverish bilan toza havoga zarar yetkazamiz. Daraxtni kessak, buning havoga nima daxli bor? Chunki daraxtlar o'ziga havodagi zararli moddalarni yutib, uni bizga toza havo qilib qayta ishlab chiqarib beradi. Zo'r-ku. Shu haqida gapirib ber. Endi bu boshqa mavzu. Men esa uyqumni kelgan joydan davom ettirishim kerak. Sen mana bu o'yiningni bor, tashqarida hovlida o'yna. Mening uyqumni buzyapsan bo'lmasa. Axir buning nimasi g'alati? Buni qara. Ajoyibligini. Qulog'ingga gap kirmas ekanda, sen shumtakaning.